Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Do'konimizda har xil turdagi karabllarimiz ham bor. Bu karabllarimiz ikki xil razmerda bo'ladi. Katta va kichkina razmerlari. Kattasini mana sizlarga hozir ko'rsatamiz. Kattasini yelkanlariga baho berasizlar, qanaqa chiroyli ishlangan va tegi qismi taxtadan ishlangan bo'ladi. Eslatib o'tamiz, bu karabllarimiz, kemalarimiz Xitoyda ishlab chiqarilgan. Bu katta razmeri. Keyin bunisi kichkina razmeri, oq chiziqli, oq polosali mana. Yelkanlarga o'zingizlar baho berasizlar. Mana teglari taxtadan ishlangan. Teglari taxtadan ishlangan, bu yoqda yozuvi ham bo'ladi. O'zini qora rangli, oq chiziqli karablimizdan ham bor. Bu kemamizdan ham yelkaniga alohida baho berasizlar. Mana turishi o'zini bu yoqda taxtali ishlangani ham bor. Taxtali ishlangani ham mana o'zi tabiiy taxtadan ishlangan, taxtaga lak bo'yog'i sepib ishlangan karablimizlar ham bor. Agar shu kemalarimiz sizga yoqqan bo'lsa, do'konimizga kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin yoki dastlabki xizmatlarimiz ham mavjud.